Aziz qadrdonlar, Devi xalajaligimiz juda ko'pchilik nasiya savdoga berasizlarmi, viloyatlarga ham bormi, uni grafiki qanaqa deb so'rashdi. Biz hozir sizlar bilan grafikini tanishtirib o'tamiz. Ya'ni nech puldan tushadi? Xo'p, 400 litrli xalajaligimiz 12 oyga 574 ming so'mdan, 6 oyga 1 million 41 ming so'mdan, 1 million 902 ming so'mdan 3 oyga tushadi. Bu halol nasiya savdo, ya'ni boshlang'ich to'lovisiz. 350 litrlilarimiz esa 520 ming so'mdan 12 oyga, 943 mingdan 6 oyga, 1 million 723 ming so'mdan esa 3 oyga chiqadi. Yana bundan tashqari 420 litrlilar 12 oyga 600 ming so'mdan, 6 oyga 1 million 88 ming, 3 oyga esa 1 million 989 ming so'mdan tushadi. Xo'p, 500 litrli 653 mingdan 12 oyga, 6 oyga 1 million 183 ming, 3 oyga bo'ladigan bo'lsa 2 million 163 ming so'mdan. Eng kattasini so'raganlar, ya'ni 850 litrlidan so'raganlarga 12 oyga 1 million 54 ming so'mdan, 6 oyga 1 million 910 ming so'mdan, 3 oyga bo'ladigan bo'lsa 3 million 491 million so'mdan tushadi. Boshqa xarajatliklar ham yana kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Andijon shahar, Andijon viloyati, Farg'ona, Namangan, boshqa viloyatlarimiz. Hozircha vodiy bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz kelishuv asosida mavjud. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sizlarga istalgan razmerda, istalgan litrda va istalgan ranglarda Devi xarajatliklarni yetkazib beramiz.